Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Men bir vaqtlar faoliyat olib borgan avtomaktabga keldim. Ustozimni ko'rganim. Hozir ko'pchilikni qiziqtirayotgan savol bor. Ya'ni o'sha mustaqil tayyorlanib ham, avtoshkolalarda o'qimasdan ham haydovchilik guvohnomasi olsa bo'ladimi yo'q? Ustozimdan so'rayman. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Abdulla yaxshimisiz aka, charchayapsiz, tinchmisiz aka? Obunachilardan ko'pchilikni qiziqtirayotgan bitta savol aka. Hozir avtomaktablarda o'qimasdan ham haydovchilik guvohnomasi olish uchun mustaqil tayyorlanib imtihon topshirsa bo'ladi degan gaplar yuribdi. Shu rostmi aka? Ma'lumot berib yuboring. Haqiqatan hozir Vazirlar Mahkamasining 2025-yil 676 qaroriga ko'ra mana fevraldan boshlab nazariy jihatini uyda o'qib, mustaqil o'zi tayyorlanib, amaliyisini o'ziga keladi, hujjat oladi, bemalol borib 2,5 oy ichida imtihon topshirsa bo'ladi. Lekin bitta narsani aytib qo'yish kerak. Bu bilan nazariy mana bu qoidalarni o'rganish kerak emas degani emas, faqat shu qoidalarni o'zi mustaqil uyda tayyorlansa bo'ladi. Lekin vajinaga mashina haydashlarga kelish kerak, 2,5 oy dokument topshirib, o'sha bazada kirib hujjatini olishi mumkin. Men bir paytlar yomon iplas o'qituvchi bo'lganman. Buni meni o'quvchilarim ham tasdiqlasa kerak. Abdulla aka, misol uchun o'sha dars davomida o'rgatgan darslarimni uyga vazifa qilib berardim. Paket tayyorlanib kelmaguncha ularni tinch qo'ymas edimda. Endi xuddi shunaqa, demak uyga vazifa berilgandaqa uyda ham mustaqil o'sha testlarga tayyorlanib nimaga borib imtihon topshirsa bo'lar ekan, to'g'rimi? Imtihon markaziga. Endi shu tartibini tushuntirib bering aka. Qanaqa bo'ladi? Endi buni tartibi birinchi avtomaktabga hujjat topshiradi. Ko'pchilik misol uchun o'qimasdan turib imtihon markaziga boryapti. Yo, avtomaktabga kelib hujjat topshiradi. U ro'yxatdan o'tkaziladi maygo'dan. O'tkazilgandan keyin amaliyni o'ziga keladi. Amaliyga shug'ullangandan keyin, o'quv dasturida ko'rsatilgan soat yakunlagandan keyin 2,5 oydan keyin ichki imtihon topshirib, elektron hujjat oladi. Bu elektron hujjat ba'zida avtomaktabni yakunladi degan hujjat bo'ladi. Ko'pchilik tushunmadi. Jaydalchisiga tushunadi aka. Mana hozir baribir o'qituvchini oddiy odam bilan farqiga boryapsizlar. Oddiy tushuntiring, nima qilaman? Misol uchun, meni haydovchilik guvohnomam yo'q aka. Prava yo'q. Prava yo'q. Misol olishim kerak. Oldinlari avtomaktabda o'qirdim. Hozirgi kunda nima qilaman? Birinchi galda. Baribir avtomaktabga hujjat topshirasiz. Baribir avtomaktab. Lekin kelmasa ham bo'ladi. Kelmasa ham bo'ladi, lekin mashina haydashga kelish kerak. Ya'ni o'sha amaliy mashg'ulotlarni bu yoqda o'tamiz. Qolgan holatda, demak, nazariy jihatini uyda yoki ko'chada yoki ishda samostoятельный deymiz, mustaqil tayyorlanish, to'g'rimi? Xohlagan nimalardan tayyorlanishi mumkin. Xo'p. Mana bu videoni borib, hali pravasi yo'q, yaqininglarga jo'natib qo'yinglar. Biz avtomaktabimiz.